Hikoya. Ota bugun azonlab ko'chaga ketgan edi. Hayal o'tmay qaytib keldi-da, qo'lidagi hassasini uloqtirdi. Hassa yosh bodom ko'chatiga urildi. Gullari yer bilan bitta bo'ldi. O'choq boshida kukulashib yurgan muzchalar bir etib osmonga ko'tarildi. Ota oppoq soqolini tutamlab moviy ko'kka tikildi. Astag'firullah deya pichirladi. Chuqur uh tortdi. Uning yuragiga qil sig'masdi. Uyga qarab bir-ikki qadam bosgan edi, og'riqli oyog'i yurishga imkon bermadi. Ha, savil. Hassaga intildi. Uni olishga ham ko'zi yetmadi. Oyog'ini mahsustidan ohista uqaladi. Kampirining qadri o'tadigan bo'ldi. Bolalar o'zlari bilan o'zlari, shundoq ham bir oyog'ini go'r tortib turgan qari otalarning dardi bilan nima ishlari bor? Kampiri boyaqish har kuni oyog'iga dori-darmon qilardi. Buni bilan og'riq nimaligini bilmasdi. Mana bir oydan oshdi. Kampiri araz. Boz ustiga ko'rpa to'shak qilib yotib olgan. Na ovqati, na yotarida halovat qoldi cholning. O'sha kuni xo'p deb qo'ya qolsa bo'lar ekan-u, qayoqdan bilibdi kampirining birdan to'nini teskari kiyib olishini. Kampirning jiyani qiz uzatadigan bo'lib qoldi. Olaginamdan qolgan yolg'izgina qiz, qo'y yetaklab bormasangiz bo'lmaydi, deb turib oldi. "Hoy kampir, qo'y falon pul bo'lsa, axir ikkovimizning ham yoshimiz bir joyga borib qoldi. Bolalaringni ko'ryapsan, o'zlarini endi tiklashyapti. Sendan xafa bo'lmas, shu qo'y tursin uyda." Shu gapni aytdi-yu, chol baloga qoldi. Siz doim shunaqa qilasiz. O'zingizning urug'ingiz bo'lganda qo'y emas, buzoq yetaklardingiz. Odam ajratasiz. Kampirni gapdan to'xtatib bo'lmas, aytib yig'lardi. 50 yil siz bilan yashab kun ko'rmadim. Nima orttirdim? Darddan chiqmadim. Dala bilan uydan boshqasini bilmadim. Hammaga o'xshab Samarqand va Buxoro qilib aylanmadim. Bola boqay, to'y qilay, cholimning yoqasini kir qilmayin, uyning kamini birovga bildirmay deb kunim o'tdi-yu. Bo'ldi qil, eshitganlar nima deydi? Ota achchiqlanib urushib berdi. Eshitsa eshitaversin. Biror marta bu uyda mening so'zim so'z bo'lganmi o'zi? Yo'q, shuncha yil qilgan xizmatim evaziga rahmatingizmi bu? Bo'ldi, to'yga ham bormayman, ko'chaga ham chiqmayman. Men o'lganman. Bilganingizni qilib yuravering. Qanaqa yaramassan, o'g'il? U odatdagiday kampirini o'rtancha qizining ismi bilan chaqirar ekan, ovozini picha pasaytirib dedi. Shu yoshga kirganda bu qanaqa qiliq? Shunga shuncha gapmi? Chol kampirga yaqinlashdi. Ichingda shu dardlaring bor ekan, yotig'i bilan aytsang bo'lardi. Siz yotig'i bilan aytganni tushunadigan odammisiz? Kampir burnini tortdi. Men hali tushunmaydigan ham bo'ldimmi? Tushungan, o'qigan bo'lsangiz haligi gapni aytmasdingiz. Kampir boshqa so'z demadi. Hovli etagidagi anhorga qarab ketdi. Chol endi tutoq qilib ketgan edi, lekin kampirning egik qaddini, oyog'ini bazo'r bosayotganini ko'rib yana rahmi keldi. Arzimagan narsa uchun dilini og'ritdimi? O'lganingdan keyin bolalar ko'mib qo'yar axir, rasm rusumini qilar, kampirning aytgani bo'la qolsin. Lekin kampir ertalab o'rnidan tura olmadi. Doktorlar yurak xastaligi deyishdi. To'yga ham bora olmadi. Unga nabirasi qarayapti. Chol uyga kirdi deguncha kampir teskari o'girilib oladi. Mana bu gal ham shu. Hali shashtidan tushadiganga o'xshamaydi. Ota bir nafas sukut saqladi. Kampiri ha deganda qarayvermagach sekingina so'z boshladi. O'g'il, Xudoga shukr, qaytib berdi seni. Ginangni tashla. Bizga yarashmaydi axir. Agar qarigan chog'imda ko'zingga xunuk ko'rinib qolgan bo'lsam, ochig'ini ayt. Boshim oqqan yoqqa ketay. Kampir
kampir boshini xiyol qimirlatdi. Gapirishga og'iz juftladi-yu, indamadi. Ota nabirasini ko'rib o'rnidan turdi. Tez-tez ovqatlantirib turgin, qizim, yolg'iz qo'yma, dedi unga. Hovliga chiqib, bahor havosidan to'yib nafas olgan otaning yuragidagi anglab bo'lmas g'ashlik tuguni yechilmadi. O'z-o'zidan ko'zlari yoshlandi. Yelkasida og'ir yuk borday qandaydir vazmin. Hovlidagi daraxtlarni ko'zdan kechirdi. Novdalarda bo'rtgan kurtaklarga nazar soldi. Hademay barg yozadi, gullab meva tugadi. Har bahor daraxtlar qayta tug'iladi. Insonchi, tug'ilish ham, o'lish ham bir martagina berilgan unga. Shu birgina umr davomida ham qancha g'am, anduh, tashvish, kasallik, tag'in ham inson bolasi hammasiga ko'nadi-ya, ertangi kunga umid bilan yashaydi. Ota ana shunday xayollar og'ushida yana kampirini o'yladi. Nahot endi rozi-rizolik tilashmay arazlashib o'tib ketsa dunyodan. Bolalari bo'lsa, uyat. Kunlar o'tdi. Kampir oyoqqa turdi. Hovlida kuymanib yurganini ko'rgan otaning yuragi allanechuk bo'lib ketdi. Xudoga ming qatla shukr. Arazlasa ham bor bo'lsin, orqamda qolsin. Ertasiga shaharga tushdi. Ko'ylaklik, ro'mol olib chiqdi. Kampirini o'choq boshida ko'rdi. O'g'il, bo'ldi endi, kelinchak bo'lmasang axir. Nima bo'lsa ham mendan ham keyin yer bosib yurgin. Lekin sen bo'lmasang holim xarob bo'lishi tayin. Juda qo'rqitib yubording. Endi bunday qila ko'rma. Kuchga kirib olsang, sening aytganing bo'lsin. Xohlagan joyingga olib borib o'ynatib kelaman. Eson-omon Navro'zga yetganimizga shukr qil. Ota qo'ynidan ko'ylaklik va ro'molni olib uzatdi. Mana buni tiktirib kiygin. Ortiqcha arazlashga o'rin qolmagandi. Betob yotgan kunlari arzimagan gap uchun ranjib, shuncha yil totuv yashab kelgan cholining dilini behudaga og'ritganini tan olgan, inqillab yurishidan oyoq og'rig'i zo'rayganini sezgan, lekin birdaniga arazidan tushib, choli oldida o'z qadrini yerga urishni istamagan edi. Endi esa shundoq ham munkillab, hassa ushlagan qo'li qaltirayotgan choliga yuragi tuz sepganday achishdi. Cholining tuhfalarini qo'liga olib, yuz ko'ziga surtdi. Iloyo, tani joningiz sog' bo'lsin. Uyga kiring, tamaddi qilamiz. Keyin oyog'ingizga dori-darmon qilmasak bo'lmaydi. Bunaqada yotib qolasiz. Otaning ko'ziga tabiat o'zgacha chiroy kasb etganday tarovatli tuyuldi. Yuragini kemirib yotgan g'ashlik o'rnini shirin, totli hayajon egalladi. Ko'chada esa bayram shodiyonasi. Odamlarni Navro'zga chorlovchi karnay-surnay sadolari, bolalarning shodon kulgilari-yu kuy-qo'shiqlar yangrar, osmon turli-tuman varraklarga to'lgandi. Muallif Lobar Rustamova. Hikoyani Oydin o'qidi.